Ko'rsatuvimizga murojaat qilgan Pastdarg'om tumani Oqoltin mahalla fuqarolari yig'inida yashovchi fuqaro Mavjuda Usmonovaning aytishicha, yillar davomida turmush o'rtog'i bilan qurgan imoratini qaynakasi tomonidan olib qo'yishga urinayotganligini ma'lum qilgan. Bizlar turmush o'rtog'im bilan 2013-yil mana shu xonadonlarni birgalikda qurganmiz. Rossiya davlatida farroshlik qilib ishlab, turmush o'rtog'im bilan birgalikda qurganman. Qaynatamdan qolgan uyni qayna akamga berganmiz, Xatamov Tolib akaga. Hozirgi kunda meni ruxsatimsiz propiskadan tanish bilishlari orqali propiskadan chiqaryapti. Siz shu uydan? Ha, meni uyimdan Farhod aka bilan video syomkam bor, kelishilgan holda chiqaryapti. Meni uyimdan chiqarib, o'zini uyiga kelishib qo'yapti. O'zini uyidan mensiz sud qilyapti-dani. Men sudga bormayapman, menga xabarnoma kelmagan, chiqarib yoryapti. Biz ushbu hovlini qurilishida guvoh bo'lgan qo'shnilarga yuzlandik. Donlarni kim qurgan? Xola, Shuni bilasiz? mana shu kelin qurgan, Mavjuda kelin qurgan. O'zini kuchi bilan, eri bilan ikkovi ishlab mahallada hamma biladi, hamma qo'shni biladi shu uyni qurgan. Gittak ozroq matematikani o'rgating degan uchun meni uyimga boradi bu. Menga jalbi bilan bordi bu balacha. U kuni yig'lab borgan. Alisher nima gap desam, yangi ayamni chaqiring, gaplashing, ustoz. Ayam o'zini benzin bilan yo'qmoqchi. Benzin olib kelib qo'ydi uyga. Uyimiz to'rto'lab, biz ko'chaga qo'yapmiz. Bir og'iz ayting, ustoz siz mana 2 yildan beri menga repetitorlik qilasiz, matematikani o'rgatasiz deganga rahmim keldi shu balachaga. Men aytdim, Alisher, sen xavotir olmagin. Men shu ayang bilan gaplashaman. To'xta, qaytaramiz bu gamon yo'ldan deb ayasini chaqirtirdim. Borda yangajon shunchalik jonimdan o'tdi. Bezor bo'lim, shu uy umuman menga kerak emas. Mayli olsin shular. Har kun uyimga odam qulflab ishga ketsam ham uyimni ochib ichkariga kiryapti. Balkim meni pulim bordir, balkim bir narsam bordir deganiga video kameralar o'rnatib qo'ydim deyapti. Qo'rqamdan deyapti. Murojaatchi taqdim etgan mana bu hujjatlarda ular tomonidan kommunal xizmatlar uchun hamda soliq to'lovlari kvitantsiyalarini ko'rishingiz mumkin, ammo mahallaga biriktirilgan soliq nazoratchisining aytishicha, 2014-yilda qilingan yangi kadastr hujjatlari bazaga kiritilgach, 2024-yilda eski ro'yxatdan o'tgan raqamlar o'chirilgan emish. Kadastr Rost tomonidan bu kadastr kodi o'chirilgan. Nechinchi yil? 14 10 15 01 03 04 06. Sizda bazaga qarab ayting-da, nechinchi yildan nechinchi yilgacha to'lov bo'lgan shu kadastrga? Bu kadastr kodiga 24-yilim 59 ming so'm yer soligiga to'langan, mulk soligiga 58 ming so'm to'langan. 24 ta. 23 ta ham to'langan. Xo'sh, 22 da ham to'langan. Xo'p. Ha, lekin 22dan o'yasi ko'rinmaydi, o'ya berkichilardir. Vaqtda yo'llari to'xtatib qo'yadi. 25ga borib, mana kadastr mudrasi boqasiga o'chirgan. Ha, 24 oxirida o'chirganmi, boshidan? Keyin men bu kadastrdan bir so'rovdim adash degandan. U boshqaniki ekan, noto'g'ri bergan ekanmiz, qotdi, bizga o'chirdi u qotdi. Bu pul to'lashga keldi bu qiz, to'layolmay ketdi, kodi o'chgan sabab bizga. Biz murojaat manziliga kadastr xodimini ham chaqirdik, ammo ularning qo'ldagi chizmalar o'xshar ekan-u, ammo yerning sotig'ida tafovut bor ekan. Bu uyga nisbatan 2014-yilda kadastr yig'ma jild shakllanib, tuman hokimining qarori chiqqan. 2014-yilda 10-yanvardagi 35-q sonli qarorida yeriga va mana bu qurilish osti maydoniga egalik huquqi to'liq e'tirof etilgan, chiqarilgan. Kvadrati umumiy maydoni 228,40 kvadrat maydonni tashkil etyapti. Umumiy maydon. Umumiy maydon, qurilish osti maydoni. Yer maydoni esa 12 sotix joyda tashkil etyapti. Egalik huquqida ham belgilangan, hammasi ko'rsatilgan o'sha. Chizmalar kim qilgani ko'rsatilgan, ko'rsatilmagan? Chizmalari u Rustamov o'sha vaqtida yig'ma jild shakllantirib bergan. Bizning xodimimiz o'sha vaqtda 2014-yilda o'sha xodimimiz shakllantirib bergan. 2019-yilgacha faqatgina ININ orqali soliqlar amalga oshirilgan. 2019da 20 dan qolgan qismi kadastr raqami bilan to'lanib kelmoqda. 2016-yilda yo 14-yilda kadastr raqam joriy etilgani yo'q edi.
O'sha vaqtida enen bilan to'langan. 14, 16 raqam bizda emas, Pastorg'omga tegishli emas bu. Qo'limda qarorim bor, mahallaning dalolatnomasi bor. 2013-yildan beri to'lagan nalog, soliq, suv, gaz, svet hamma narsamiz bor. Qo'limda. Odam nima asos keltiryapti uyga? Qani nima uchun meniki deb aytyapti? 2014-yil biz Rossiyada bo'lganimizda bizni qurgan uyimizga bizni ruxsatimizsiz qaror chiqarib olgan. Qaror chiqargan, bizni qarorni o'rniga xotinining nimasi bor, video syomkalari bor. Boshqa qarorni Murod Qobilov Abdurahmon deb almashtirib qo'ygan. Aslida buni tekshiruv ko'rish kerak. Chunki bir ikkita odamda emas, hammani 7 ta uyi bor. Hammani uyini shunaqa qilib oladi. Nechta odamlar ko'chada, avsinimni ko'chada qoldirgan. Bizga taqdim etilgan mana bu kuzatuv kamerasidan olingan tasvirlarda qaynaka qanday qilib hech kim yo'q hovliga kirib yurganligini ko'rishingiz mumkin. Xorijda ishlayotgan murojaatchining turmush o'rtog'ining aytishicha, bu hovli joyini otasi olib bergan bo'lib, yillar davomida xorijda turmush o'rtog'i bilan ishlab qurgan ekan. Ha, ana shu uchastka meniki 93-yil o'zimning otimga berilgan. O'zimning uchastkam u. Keyin 2013-yil bordimda men bu xotinimga uylanib, xotinim bilan uy qurdik o'shaga. 2013-yili uyni qurishni boshladim. Keyin men Rossiyaga qaytib keldim. Keyin 2019-yili xotinim kadastr qildi uyni. Kadastr qildikda 2019-yili. Kadastr hammasi chiqdi, qaror ham hammasi yaxshi edi, hammasi nima bo'lgan edi. U qarorni dadam 2012-yili hokimiyatdan tasdiqlatib olganda. Keyin uyni qurdik. Uyni qurganimizdan keyin kadastr qildik. 2023-yilgacha naloglarini to'lab hammasini qildik. 2014-yil akamni kadastr bo'lgan uyi, mani 2 ta ko'cha naraqimda uni uyi. Chizmalari pamoyim to'g'ri kelmaydi uni. Akam postoyanno kirib chiqib yurardi uyimizga. Ana endi men uni 2013-yil qurganimdan keyin bu yoqqa men 2013-yili xotinim chaqaloq qildi. 2014-yili meni xotinim men oldimga keldi o'g'ilcham bilan. Ana shu vaqtda uyni kalitini tashlab kelgan Shaqa akamga. Ana shu vaqtda nima qilganimni bilmadim, lekin u narsa 2014-yilidan boshlab ana shunday qildi. 2024 men bu yoqqa kelganimdan keyin uni dokumentlari shunaqa bo'lib chiqdi. Ungacha bironta dokumenti yo'q edi. O'sha uchastka men o'zimning otimda o'zim kadastr nima qilib nalog to'lab yuruvdim. Men xohlayapmanki, hozir ana shu eski kadastrimni qayta o'tdan joyiga qaytarib tiklab berishini joyiga qo'ydi. Akam o'zi bilmaydi nimani xohlayotganini. Men akam bilan ancha bo'ldi gaplashmaganimga sallani deydi, bu yerdan yo'qotaman deydi, sallani deydi. Aytdim, senga deydi, men deydi, hech qanaqa uy bermayman. Seni uying yo'q bu yerda deydi. Men o'zi asli dada nimada oilada eng kichkina farzandman-da. Akam bilan kelishib ana shu dadamning hovlisini taylab chiqib ketganman. Uchastkamga chiqib uy qilganman. Akam qamoqdan kelganda og'ir kasal edi. Onam xudo rahmatlik, o'g'lim seni joning sog', hamma narsang bor. Shu akangga hovlini berdi, o'zing uchastkangni qilib chiqqin degani uchun men uchastkamni qilib chiqqan edim. Xo'sh, soxta deb topilgan qarorning asli qayerda degan savolga murojaatchi ovsini bilan bo'lgan yashirin suhbatda javob topibdi. Yo'qotganlar. Ular arxivda bo'lsa, qarorni olgan, boshqa qaror qo'yib qo'ygan. O'rniga qilganda,
olmasgina oddiy. Mana bu qarorni mana uni asosnoyga nimasiga tikkan bonaga duplikatida. U originalida ham bor. Bu qaror. Bizni kelganimizni eshitgan shu sulolaning yana bir vakillari kelib, ularni ota hovlisini ham amakisi olib qo'yib, ularni kirgizmayotganligini aytib qolishdi. Bizani uyimizda dadam o'lgandan keyin 2021-yil o'ldi dadam. Keyin dadam o'lgandan keyin bir kun chaqirdi-da, "Qizim, men ruhiy kasalman. Nalikdan 45 million suvdan muncha qarz kelgan. Menga o'tkazib bersalaring, nalik suv svetni qarzdorligini yopaman. Ruhiy kasalman. Gruppada turaman" dedi. Gruppada turganim uchun meni nalikka ham pul to'lamayman, hech narsaga pul to'lamayman dedi. Keyin men aytdim, "Yo'q" dedim. "Meni ikkita ukam bor." dedim. "Bitta singlim, bitta o'gay ukam bor" dedim. "Qachonki ular yashashga kelsa" dedim, "o'zlari to'lagan holda" dedim, "o'zlari hal qiladi" dedim. "Bizlar sizni nomingizga o'tkazib bera olmaymiz uyimizda" dedim. "Bu dadamning uyi, ota-onamning uyi" dedim. "Bizlarga meros qolgan" dedim. Ondan keyin singlimni oldi, ular qaramog'iga oldi, turdi, o'g'ri tutdi, jalab tutdi, boshqa qildi, mayli, indamadi, xudo bor deb. Keyin axiri men olib ketdim, olib ketdi. Olib ketgandan keyin dadam uyiga keldik, bizlar singlim shida yashasin yoki shunday ko'rib ketaylik deb kelsak, ijaraga begona ayol bilan begona erkak qo'yib qo'yibdi. Na ularning nikohi bor, na pasporti bor. Yaxshi odamlarni qo'ymagan. Bizlar bordik, janjal qilib, haqorat qilib chiqarib yubordi. Ichki ishlar keldi hamda sizlar chiqinglar dedi. Nima uchun ota-onamdan qolgan uydan bizlar chiqishimiz kerak? Bular egalik qilib o'tiribdi. Bular hokimmi yo sudda ishlaydimi bizani chiqarib yuborayotgan? Ittarib ota uyimizdan meros qolgan uyimizdan chiqaran. Mana shu singlim necha yildan beri sarson. Uni eshigida 5 yildan beri menikida turadi. Xo'sh, murojaatchilarning nazarida hammani uyiga egalik qilmoqchi bo'lgan otaxonni topa olmagach, telefon orqali bog'landik. Keliningizni murojaati bo'yicha kelgandik. Xo'sh. Sizdan intervyu olishim kerak edi. Telefonda intervyu olyapman. Hay. Nima bo'lgan, nima qo'ygan, uy kimga tegishli bo'lgan? Uy joy hamma narsasi meniki. Xo'p. Nima? Kolxoz tomonda yana u Selsvet tomonda 89-yil menga berilgan uchastka. O'sha, ha? Ha. Xo'p. Qarori, hokimda qarori menda, egalik qarori menda hammasi. Xo'p. Bu bo'ynak sizga jalb qilib yurgan ayolcha, u payti 4 yashar qizcha bo'lgan. Xo'p. Ukam 17 yashar bo'lgan, ularga o'ylanmagan, armiya borib kelmaganlarga uy joy yer uchastka berilmas edi Soyuz davrida. Xo'sh. U uchastka uy joy menga berilgan. Men o'zim qurib tika qilganman, betonlarigacha, bitana u devorlarigacha, paxsalarigacha hammasini. Xo'p. Ana endi u uy joyni olamanman deb yugurib yuribdi. Uyda nechinchi yilgacha yashagansiz? Qaysi uyda? O'sha uyda. Uyni qurib tika qilib qo'yibman. Xo'p. Nechinchi yil qurilgan uy? Uy 2013-14. Ha. Shu vaqtgacha kim soliq to'lagan u uy uchun? Soliq men to'laganman. Soliq ulardan hech kim soliq to'lagan yo'q. Ha, siz nomingizga ketgan ha soliq to'lovlari. Ha, mana soliqning qog'ozlari ham bor. Mana yaqinda o'tgan yili to'langani, to'lanmay qolingan nimalargacha qog'ozlargacha qo'limda turibdi. Ha. O'sha uydiki ham, bu uydiki ham. Ha, uyda necha yildan beri bular yashab kelayotdi? Ular yashab kelyapti, ukam mayli deb buni Rossiyadan olib keldi. Bu yerda o'ylangan yo'q, boshqa qilgan yo'q, uni tonimaymiz biz misolda. Hay akajon deb elanganga turib tursin, mayli yashab tursin deganga bu uyga kirgandan keyin ana endi uy joyini olaman, palon qilaman, piston qilaman deb yugurib yuribdi. Bu kishining propiskasi qayerda? Bu kishining propiskasi dadamni uyida edi, dadamni uyidan sud orqali propiskadan chiqartirib yubordim men. Endi uydan chiqartirishga kecha boruvdik, uydan chiqartirishga borsak, sudga ko'p yolg'on gaplarni, buni 8 ta uyi bor, paloni bor, pistoni bor deb qilib borgan. Sud aytdi, 8 ta bo'lam, 10 ta bo'lam, sen o'zingga tegishlisiga javob ber, qolganiga ishing bo'lmasin dedi. Ha. U uylarni men qurganman deysiz-da? Uylar polnisi ma'notimda hamma dokumenti, boshqa narsasi hammasi hujjatda. Uylarni siz qurganmisiz? Ha, men qurganman. Ha, qo'shnilaringiz tasdiqlab bera oladimi? Haqiqatan siz o'sha uyni qurganingizni? Yoningizdagi qo'shnilar?
Yerda hech qanaqa qo'shni yo'q edi. Bitta qo'shni ko'chib chiqqan edi, boshqa hech kim yo'q edi ular qo'shnilardan. Yana bir jiyaningiz bu yerda hozir o'tiribdi mahallada. Aha. Men otamni uyini olib qo'ydi deyapti. Yo'q, uni otasini uyini olib qo'yganim yo'q. Qo'liga sud qarorini bermadim. Kecha sudga berdim. Suddan qaror chiqartirib olganman. Undan tashqari, u 3 ta qizdan tashqari uni uylantirib qo'yuvdik. Undan bitta 2006-yil ukasi bor. Xo'p. Murodjon degan. Xo'p. O'lmasov. U yaxshi Murodov edi, yaxshi Murodov edi, hozir O'lmasov qilgan o'shani soliqlarini to'g'rilab, bu kuni hokimiyatga kiygizdirib, hamma narsasini o'shani 2000 bilmayman. Yo, akangiz uyini sizga nima aloqasi bor? Akamni uyini aloqasi yo'q, men uyda olib qo'yganim yo'q. Ukamga remont qildirib olib qo'yibman o'shanga, jiyanimga. Jiyaningizga? Ha? Sud nima deb qaror chiqargan? Ha? Sud nima deb qaror chiqargan? Sud. Sud unga hech qanaqa qaror chiqargan yo'q. Ya hozir aytdingiz-ku, sud qarorini ularga bermadim deb. Egalik qarori bor, Xudo rahmatli akamni otiga chiqqan hammasi. Tushundim. Merosxo'rlarga teng bo'lingan, bo'linmagan, meros ichi ochilganmi? Yo'q, unaqa sud bo'lgan ham yo'q, nima ham qilingan yo'q. Bularni kim kirgizmayapti uyga bo'lsin? Sizda aytayapti-ku. Yo'q, mana uni qo'lida men o'z xohishim bilan bitta kichkinasi erga tegmaganniki nima bo'lgan, qolgani ikkitasi erga tegib ketgan. Bittasinikini o'zim ketyapman xohishim bilan deb yozib bergan. Arzalari, mahalla bergan nimalari 21-yilda qog'ozlari turibdi hammasi. Bizni hayron qoldirgan jihati 2014-yil qilingan kadastr hujjatlari nega oradan 10 yil o'tib bazaga kiritilgan emish, ammo Davlat xizmatlari markazidan olingan mana bu hujjatlarda ushbu fuqaroning nomida hech qanday ko'chmas mulk yo'q deya ko'rsatilgan. Hozirgi vaqtda murojaatchini uydan chiqarish uchun qaynaka fuqarolik sudiga da'vo ariza kiritibdi, ammo sudni chalg'itish maqsadida o'z ukasini qonuniy xotinini boshqa erkakning ism sharifini qayd etgan ekan. Da'vo arizasida meni turmush o'rtog'imni Latif deb nima qilgan. Aslida meni turmush o'rtog'im Xatamov Anvarga tekkanman. Boshqa insonni qo'yib, da'vo ariza berib uydan chiqarishga bergan. Lekin avsinimni uyini tortib oldi, indamadim. Lekin men 20 ta sudga bersa ham men qo'rqmayman u odamdan. Xalq qo'rqishi mumkin, men qo'rqmayman. Sababi men o'zim qurgan uyni bolam uchun qurganman. Bu kabi vajlarni misol qilib keltirsak ko'p, ammo tumandagi, viloyatdagi huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu murojaatni chuqurroq o'rganishsa, kalavani uchi topilgan bo'larmidi? Bu mavzuga yana qaytamiz. Uz Murojaat TV. Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.